Ahmadxon, qo'shinning ahvoli qanday? Yurt tinchmi? Yurtimiz Mo'g'ullar tomonidan qo'zg'olon ko'tarilgan. Yurtimizga ular bostirib kelmoqchi. Shohim hozir bir qo'shinlarni biz tayyorlaganmiz. Siz o'zingiz shaxsan nazorat qilishingiz lozim. Qo'shin jangga tayyormi? Qo'shin jangga tayyor. Yuring, bir qo'shinning holidan xabar olaylik. Qo'shin jangga tayyor. Askarlarning ruhi tetik. Inshaalloh biz yovga qarab yurish qilamiz. G'alaba biz tomonda. Chunki biz haq yo'ldamiz. Allohu akbar. Olg'a